qarib qolgandi. Otalari esa Muhammad tug'ilmasidan avval o'tib ketgan edi. Yetim bo'lganliklari sabab sut onalarining hech biri uni asrab olishni istamasdi. Xo'sh, endi nima bo'ladi? Nahotki hech kim ularni olmasa, jazirama issiq shaharda ulg'ayadilarmi? Omina chorasiz qolgandi. Sut onalar chaqaloqlarni olib birma-bir Makkani tark etishini kuzatib turardi. Bu orada Halima va eri Xoris boshqalardan kechroq yetib keldilar. Hayvoni zaif bo'lganidan navbatma-navbat minib kelishardi. Shu sabab ulgurib kela olishmadi. Halima tinmay qidirdi. Makkada unga chaqalog'ini beruvchilar topilmadi. Shuncha qiyinchilik bilan kelganining ustiga quruq qo'l bilan qaytib ketishi kerak bo'ldi. Ularning yurtida ham ocharchilik hukm surardi. O'zlarini qornini to'ydirishga ham qiynalishardi. Birin ustun kelgan mana shu qiyinchiliklar sabab g'amgin edi. Mana shu o'y fikrlar bilan yurar ekan, bir kishiga duch keldi. Bu Abdul Muttalib edi. Biroz gaplashgach, u nabirasining holati haqida gapirdi. Halima erining fikrini bilmoqchi bo'ldi. Bu yerdan chaqaloq topa olmadim. Boshqalarni oldiga quruq qo'l bilan qaytishni istamayman. Uni olib ketsak ham bo'laveradi. Balki Alloh u sabab bizga ham ko'p yaxshilik va baraka berar. Halimaning ko'z o'ngida kutilmagan darajada katta yaxshiliklar namoyon bo'ldi. Ammo Halima qanday bebaho xazinani topib olganini o'zi ham bilmasdi. Boshqa tomondan Ominaning holatini tasavvur qiling. Turmush o'rtog'idan ayrilib bo'lgan, chaqaloqni otasiga ko'rsata olmadi. Bu ham yetmaganidek, endi o'z bolasidan ajralishiga to'g'ri keldi.